Mana rasman iOS 26 keldi. Birinchilardan bo'lib o'zim obzor qilib beraman. Siz esa videoga like bosib qo'ying. Dizayn butunlay o'zgargan, liquid glass bo'lgan shaffof oyna ko'zga juda ham yoqimli. Ilovalarning ko'rinish dizayni ham butunlay o'zgargan va yangicha animatsiyalar qo'shilgan. iPhone'ingizni zaryadga qo'yganingizda zaryadingiz qancha vaqtda to'lishini ko'rsatib turadi endi. Rasmlaringizni 3D ko'rinishda keltirishingiz mumkin. Va 6 ta 7 ta yangicha ringtonlar qo'shilgan. Wow, va yangicha fonlar qo'shilgan. Bularni siz dinamический qilib qo'ysangiz bo'ladi va avtomatik ravishda soatga qarab foningiz o'zgarib turaveradi. Eng yoqgan joyi soatni siz kattaroq va kichikroq qilib qo'ysangiz bo'ladi va widjetlarni esa past qismiga qo'yib qo'ysangiz ham bo'ladi. Soatni dizaynini oddiy rejimga o'tkazib qo'ysangiz bo'ladi. Xohlasangiz shisha, shaffof oynaga ham o'tkazib qo'ysangiz bo'ladi. Endi ilovalarni ham prozrachniy, shaffof oyna qilib qo'ysangiz bo'ladi. Mana Vale. Kamera ilovasini ham butunlay interfeysi o'zgargan va juda ham qulay qilib qo'yishgan. Shu yerda o'zida videoni sifatini o'zgartirishingiz ham mumkin. Foto ham eski holatiga qaytgan. Albomlar alohida va rasmlaringiz alohida bo'lib turadi. Endi klaviaturani ham dizaynlari butunlay o'zgargan va punkt upravleniya ham orqalari esa prozrachniy liquid glass bo'lgan shaffof oyna. Bundan tashqari yengilliklar ko'p. Ketma-ketlikda videolarni chiqazib boraveraman, sizlar ko'rib boraverasizlar. Videoga esa siz like bosib qo'ying. Mana shu videoni iPhonechi do'stlarga jo'natib qo'yinglar. Siz ham endi mana iOS 26 ni o'rnatib olsangiz bo'ladi. iPhone 11 dan boshlab 16 Pro Max gacha bemalol obnovleniya qilsanglar bo'ladi.